Siz olam bo'shlig'idagi tog' jinslarini bilamsiz. Kichik sayyora, quyruqli yulduz va oqar yulduzlar Quyosh sistemasidan nihoyat tez suratda uchib o'tadi. Undaqda biz qanday qilib bu planetlararo tog' jinslarini farqlantiramiz? Qaysi osmon jismlari bizning yer shariga so'qilishi mumkin? Quyruqli yulduz yer sharidan uchib o'tadi, lekin azaldan yer sharining sirtqi yuziga so'qilmaydi. Vaqtning o'tishiga ergashib Quyosh sistemasining sirtqi qismida muz pomzaklari shakllanadi. Ular muz, tog' jinsi va metallardan tarkib topadi. Agar quyruqli yulduz Quyoshga bak yaqin bo'lsa, bir qism muzlar qiziydi hamda parg'aylanib bora-bora gaz jism shakllanib bir nur qavti hosil bo'ladi. Mana bu biz biladigan quyruqli yulduzning quyruqi. Agar quyruqli yulduzdagi muz tarkibi butunlay yo'qolsa, u bir kichik sayyoraga aylanadi. Bu planetlararo tog' jinslarining cho'nglari yer sharidagi bir davlatga barobar. Kichiklari bo'lsa bir quramiga yetgan odamning beshi cho'nligida. Ko'p qism vaqtlarda siz kichik sayyoralar balbig'idan ularni topa olasiz. Masalan, Mars bilan Yupiter orasidagi meteorit balbig'i. Kichik sayyora va quyruqli yulduzlardan ayrilib chiqqan meteorit parchalari oqar yulduz jism deb ataladi. Oqar yulduz jism yer sharining atmosfera qavitiga kirganda u surkilish kuchining ta'sirida kuyidi va yo'riqlik qo'yib beradi. Mana bu yo'riq jism oqar yulduz deb ataladi. Agar oqar yulduz jismi yer yuziga tushsa, u bir meteoritga aylanadi. Mana endi keyingi qatim siz yulduzlik osmonga qarab oqar yulduzni ko'rgan vaqtingizda, siz uning zodi nima ekanligini hamda nima emasligini bila olasiz. Bo'ldi, bu qatimliq oqar yulduz to'g'risidagi mazmun oxirlashdi.